Jigarin yo'qlashga topadi imkon. Oh desam yonimda bo'ladi shu on. O'zi ojiza-yu tikib turar jon. Onamga o'xshagan opam bor mening. Dunyoda bormikan shundayin jigar? Hatto farishta ham boshini egar, hovlisin to'ldirib rayhonlar ekar. Onamga o'xshagan opam bor mening. Yugurar tinchimga xavf solsa bir dard. Taftidan jonimga tushmas sira gard. Bir so'zli vafoli yigitlardan mard. Onamga o'xshagan opam bor mening. O'zini o'ylamas fidokor shamday. Jilmayib turadi ko'zlari namday. Dardlarim aritar xuddi onamday. Volidamga o'xshagan opam bor mening. Assalomu alaykum qaddidan-da qadri baland azizlarim. Sog'omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Sa'dullayeva Gulshanoy opajonimizni Mehri daryo go'zal singlisi Ziyodaxon nomlaridan xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Bizga Sa'dullayeva Gulshanoy opajonimiz kerak edilar. Chaqirib berasizmi? Mayli. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kim bu? Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? O'sha Toshkentda o'g'lim bor, o'sha bo'lishi mumkin. Singillarim bor, ukalarim. Aynan kim deb o'ylaysiz? O'g'limniki. Iroda qizim ham bor, bittagina o'zi. O'zim yordam beraymi? Ha. Keling, to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz nomidan jiyanlaringiz Dildoraxon, Zarinaxon, Marjonaxon nomlaridan eng asosiy tabriklarni yo'llagan Mehri daryo go'zal singlingiz Ziyodaxon tabriklamoqdalar. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Ha, xursandman. O'zim ham Ziyoda deb ana qildim, yana o'g'limni deb o'yladim. Kutganmidingiz? Ha, kutgan edim. Alloh rozi bo'lsin. Barchamasin. Ilohim aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni o'qib eshittiraman. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ushbu go'zal tabrik faqatgina siz uchun yo'llangan. Ko'ksim to'la armon eriydi. Quchog'imga bosganda mahkam. Sizdek axir kim g'amim yeydi? Menga sirdosh jigarim opam. Dunyo shin qo'ying bir chetga. To'lmas sira shundayin bir kam. Bugun borlar bo'lmas ertaga. Dardlashaylik sirdoshim opam. Siz bor shukur borligingiz uchun. Hol so'raysiz bormi deb singlim. Men g'amlarga botayin nechun? Siz yonimda darmonim opam. Assalomu alaykum Mehri daryo mehribonim, bebahoyim, yuzlari nurga, ko'zlari sehrga to'la bo'lgan jonkuyar opajonim. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Allohim umringizni uzoq, tani joningizni sog'omon saqlasin. Alloh sizni o'z yaxshiliklari ila yaxshilar qatorida qilib siylasin. Farzandlaringiz baxtu kamolini, rohatini rohatlarda, baxtlarini baxtlilar qatorida ko'rishlikni nasib etsin. Ikki olam saodatiga erishib yuring. Yaxshilarga yaqin, yomonlardan yiroq qilsin. Ilohim sizga umra safarlari, haj ziyoratlari nasib etsin. Allohim sizni o'z baytiga qayta va qayta borguvchilar safida qilsin.
Opajonim, birga o'tgan yoshligimizni, bolaligimizni juda ham sog'inaman. Bilasizmi opajon, o'ylab qarasam sizga hech aytmagan ekanman. Ayni bugun sizga shuni aytmoqchi edimki, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni menga opam, jigarim qilib bergan Allohimga shukrlarim bo'lsin. Oilamizning suyanchi, tayanchi, ishonchi, boshi bo'lib yuring. To'ylarimizning to'rida, qalbimizning qo'rida bo'lib yuring opajonim. Ibosi yuziga taralgan chiroy, so'zlari ma'noli, o'zi yoqimtoy, qalbi iymon va mehrga ham boy. Sizga tilagim bugun bir jahon, tavallud kuningiz bilan opajon. Taqdirda ne ko'rsa mardona turgan, shaytonni fikridan yuzini burgan, mehrini barchaga ulashib yurgan. Sizga tilagim bugun bir jahon, shukrona kuningiz bilan opajon. Opajon, doimo bo'ling salomat. Allohdan tiladim umr boqiy baxt. Omaddan yaralsin siz o'tirgan taxt. Tabrigin yo'llaydi bugun singlingiz. Tavallud kuningiz bilan opajon deya Go'zal Ziyodaxon o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. O'z yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Rahmat, hamisha sog' bo'lsin Ziyoda, boshqa jigarlarim, jiyanlarim. Hamisha baxtima omon bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Xudoga baraka topsin, bolalarini huzurini ko'rsin. Rahmat, salomat bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon sizlarni tark etmasin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Siz ham sog' bo'ling, bolalaringiz baxtiga omon bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha